Bolangiz tez-tez kasal bo'lishi yoki gripp bo'lishi hamda immunitetning pastligi uni uyqusiga bog'liq. Chunki immunitetning 70% aynan uyquda shakllanadi. Qanday qilib deysizmi? Tasavvur qiling, immunitetimiz bu bitta katta armiya. Sitokinlar esa bu o'sha armiyadagi qurol hisoblanadi, ya'ni kelayotgan dushmanlarga qarshi qurol. Sitokinlar esa faqatgina uxlaganimizda organizmda ishlab chiqariladi. Undan tashqari T limfositlar ham ishlab chiqariladi. T limfositlar esa shu yallig'lanishga qarshi kurashadi, ya'ni bakteriya yoki viruslarni o'ldirib beradi. Agar odam o'z vaqtida uxlamasa, bu ishlab chiqarilmaydi, natijada tez-tez kasallanish kuzatiladi. Tez-tez kasallanish hisobiga esa immunitetimiz tushib ketadi. Ko'pchilik bolalar hozirgi kunda juda ham kech uxlaydi. Asosan 12 soat kechasi 1 larda uxlaydi. Bu juda ham noto'g'ri. Uyqu rejimining yo'qligi shu har xil kasalliklarning kelib chiqishiga sababchi bo'lyapti. Undan tashqari bolalarda shu har xil neurologik tomonlama o'zgarishlar ham bu uyquni kamligidan dalolat beradi. Bolalarning shunaqa jizzaki bo'lib qolishi, sal narsaga asabiylashib ketishi, jahldor, urushqoq bo'lishiga ham uyqu rejimining yo'qligi sababchidir. Kelinglar, yoshga nisbatan odam necha soat uxlash kerakligi haqida gaplashamiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar bilamizki, doim uxlaydi. Ular asosan 16-17 soat davomida uxlashadi. 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar esa kuniga 13-14 soat uxlashi kerak. 6 dan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar esa asosan 10-11 soat uxlashi kerak. 12 yoshdan katta bo'lgan bolalar 8-10 soat uxlashi kerak va albatta uyqu rejimi bo'lishi kerak. Ya'ni kunni kunduz davomida emas, faqat kechki qismida tungi uyqu bo'lishi kerak. Ko'pchilikda shu uyqu rejimi almashib qolgan. Almashgan natijasida esa shu gormonlar, limfositlar ishlab chiqarishi to'xtatiladi. Chunki faqatgina uxlaganimizda, masalan, uyqu gormoni melatonin ishlab chiqariladi. Agar kunduz kuni uxlasak, bu gormon ishlab chiqarilmaydi. Melatonin esa o'sha miyamizni dam olishga yordam beradi. Undan tashqari shu har xil gadjetlar esa ko'k ultrabinafsha nurlar shu melatonin ishlab chiqarishini bloklaydi. Ya'ni qanday qilib? Chunki kechasi bilan telefon o'ynagan bolada shu ultrabinafsha nurlar ta'siri natijasida melatonin kamayib ketadi. Shuning uchun bola uxlashidan oldin shu 1-2 soat oldin gadjetlarni o'chirib qo'yish kerak. Ota-onamiz davrida shu gadjetlar bo'lmaganligi tufayli hamma voqli uxlagan, voqli turgan. Hozirgi kundagi har xil neurologik kasalliklar yoki immunitet pasayishi kuzatilmagan. Ularda shu sog'lom turmush tarzi bo'lgan. Ya'ni o'z vaqtida uxlashgan, o'z vaqtida turishgan, o'z vaqtida shu jismoniy harakatlarni bajarishgan. Hozirgi kunda esa bularning hammasi aksi bo'lyapti. Agar televizor o'chirib qo'ysak ham bolalarimiz telefonni olib kechasi bilan telefon o'ynashadi. Bu juda ham noto'g'ri. Undan tashqari kofein ham uyquni buzadi. Kofein biz bilamizki, kolada bor, kakao va shokolad mahsulotlarida juda ham ko'p. Hozirgi bolalar hammasi kola ichadi va shokolad ko'p iste'mol qiladi va iloji boricha buni kamaytirishimiz kerak. Undan tashqari shu uyqudan oldin shokolad bermaslik kerak. Bu nafaqat miya uchun zararli, balki tishlar uchun ham zararli bo'lishi mumkin. Kech uxlagan bolalarda neurologik kasalliklar ham kuzatiladi dedik. Bunga misol qilib ularning nutqini kechikishi yoki xotira pasayishi, jizzakilik, asabiylashishlarni misol keltirishimiz mumkin. Yuqorida sanab o'tgan kasalliklarim kelib chiqmasligi uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak. Birinchidan, uyqu rejimini to'g'irlash kerak. Ya'ni vaqtli uxlab, o'z vaqtida turish kerak. Ikkinchidan esa shu organizmga kiruvchi mahsulotlarni to'g'irlash kerak. Ya'ni o'sha kofeini bor moddalarni ratsiondan chiqarib tashlash kerak. Uchinchisi esa albatta gadjetlarni kamaytirish kerak. Ya'ni kuniga uzog'i 30-40 minut davomida ko'rish mumkin. U ham o'rtada har 10-15 minutda 5 soniyalik pauza bilan. To'rtinchisi esa immunitetni oshiruvchi vitaminlardan berishingiz mumkin. Yoki agar neurologik simptomlar, ya'ni nutq kechishi yoki xotira pasayishi kuzatilayotgan bo'lsa, Vitav kompleksidan foydalanishingiz mumkin. Buni tarkibida neyrokompleks bo'lib, uni tarkibida shu miyangiz uchun kerakli bo'ladigan vitamin B6, B9, B12 hamda omega 3
bor va immunitetni oshirish uchun esa immunokompleksdan ichishingiz mumkin. Uni tarkibida hamma vitaminlar bor, shuningdek D, kaliy, vitamin A, vitamin E kabilar ham bor. Xohlasangiz Vitav kompleksdan yoki xuddi shu tarkibli boshqa mahsulotlardan ham olishingiz mumkin. Eng asosiysi farzandingiz sog'lig'iga befarq bo'lmang. Ushbu foydali ma'lumotlar bilan farzandingizni sog'lom o'stirasiz va bu kabi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Vitav YouTube kanaliga obuna bo'ling.